Kelin. Labbi oyijon. Bir hafta mazza qilib yurdingiz, yangi kelin bo'lib indamadim. Lekin endi noldan ishlarni o'rgataman-da, lekin uni yomon qaynana basman. Xo'p bo'ladi oyijon, sizni siz shu. Kelin, mabodo molga o'xshab o't yemaysizmi? Yo'q, nima unaqa deysiz? Nima, o't bir haftadan beri yotibdi mana yerda, lekin men yomon qaynana basman. Tozalab qo'yaverasizmi? Ha, kelin, hamma joyda haromlayapsiz. Bunday o'g'ilgarchilik qilmang. Birinchi suvda pasaytiramiz. Kiyimini qalay qisib sepamiz. Oyijon, qisib sepolman-ku. Menga uni gapirmang. Sizni foydangiz o'ylab gapiryapman. Yomon qaynana basman. Men qising, seping. Kelin, nima ovqat qilmoqchisiz? Xonim qilmoqchi edim oyijon. Xonimni oyingiznikiga borganda qilaverasiz. Bugun do'ppi degina qilib osh qilasiz. Bir mazza qilib yeylik. Voy, adashib ketdim, mosh ekan-ku bu. Endi qarichilik to'g'ri tushunasiz. Voy, bu aralashib ketdi-yu, kelin. Bir